Assalomu alaykum. Aligilasi hurmatli obunachilari. Bugungi videoda sizlar bilan tuzdorlarimizni, mayda sepadigan tuzdorlarimizni obzorini ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin. 1055 kodi bilan chiqargan tuzdorimiz. Bular Xitoy mahsuloti, Xitoyda ishlab chiqarilgan. Nasibkalarni ko'rishingiz mumkin. Bizda seri oq, pushti, qora, ko'k hamda qizil ranglar chiqadi. Ko'pchilik xaridorlarimiz so'rashadi, bunga tuzmi, murchmi, garmdormi, nima solinadi deb. Bu yerda ko'rib turibsizlar, deyarli hamma pripravani nomini yozib qo'ygan. Quruq turdagi pripravalarni hammasini solsanglar bo'ladi. Inshaalloh videomiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Yana shunaqa qiziqarli hamda foydali videolar kerak bo'lsa, shu profilga obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Hamda videoni tagida kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar va videoga like bosishni esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.